Aylantirib berasizlar. Eng arzon optim joyiga kelganmiz. Xohlagan fermaga borib narxlarni solishtirishingiz mumkin. Haqiqiy patsoslar kelgan. Biza avvalambor assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, Chorva House obunachilari. Juma yomingiz muborak bo'lsin. Sanamiz 28-avgust haftani juma kuni Toshkent viloyati Zangati tumani Ripromdamiz. Mana qarang, o'tursin, ha. Haqiqiy patsoslari kelgan. Greenford, Mickey Mouse, ikki bosh simitalarimiz bor, smeshinli. Mana qarang. Narxlari juda ham yumshoq, bunaqasi bo'lmagan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odilboy, Do'ron aka, zo'rmisiz? Salomatmisiz? Chorva House obunachilariga alangali salom. Sog' salomatmisizlar? Patsoslarni olib kelib qo'ydik, xudo xolisa. Oldingi safargisi nima bo'ldi? Oldingi safargisini tugatdik. Shu bitta videodan keyin bitta odamga sotdik hammasini. Bitta odam olib qo'ydi. Bitta odam oldi. Inshaalloh mana yana yoshlaridan olib keldik. Eng arzoni siz gapiring, men eshitib bo'lmasa, bular ham maza qilishsa. Xo'p. 22 milliondan 19,5 milliongacha. 19,5 dan eng qimmati 22 deng. Keling aka, aylantiramiz. O Ruslan. O jigar, ha. Kemismi? 19,5 milliondan 22 milliongacha. Nechta qilib berasiz 19,5 dan? 10 ta qilib beraman. O'tangizga rahmat. 2 dona deysiz bilan og'zingizga qarab 10 ta qilib beramiz. 10 bosh qilib berasiz. 10 bosh qilib beraman, aniq. Dastlabkasi qatgacha qilib beramiz. Viloyat bo'ylab muammosi yo'q. Muammo yo'q, xudo xolisa. Aylantiring, yurg'izing, ha, yurg'izing bularni. O'rtoqlar, bular necha oydan necha oygacha aka? 4, 5, 6, 7 oylik bo'lsa kerak, xudo bular xolisa. shirinligini qarang. 19,5 millionga mamlakat ketadi-da. Ketadi, shular ketadi. Mana oldidagi, orqasidagi mamnunisi ketadi mana 19,5. Mamnunisi ham ketadi mana 19,5. O'rtoqlar, shunaqangi pasos joyiga kelganmiz, maza qilib yorasizlar. Aylantiringlar sekin. Ko'rib maza qilsin. Eng qimmatini 22 million so'mdan terib oladi ichidan. Zo'rini. Shuni ham sizda bor dastavka? Bor. Toshkent bo'ylab nechta olishsa qilib berasiz? Toshkent bo'ylab ikkita olsa ham qilib beramiz. Dastavkasi. Viloyatga bir 10 ta olsa qilib beramiz, mashinaga to'g'irlabdi. Ha, haydavering. Ha, haydang. Mana. O'rtoqlar, Do'ron akam o'zi eskidan to'g'risini esa sheriklar chiqardilar videoga. Unda bunda. O'zi aslida optim topshirib savdogarlarga berib yuruvdilar. Mana hozir o'zlari o'zimdan olishsa, qani xalq bilan bitta ishlab ko'ray deb videoni chiqaryapmiz. Hozir savdogar oladigan narxda xalqqa tarqatamiz. Shuni ham hisobga olinglar. Nasib qilsa kim olsa ham, lekin bozordan ancha arzoniga olasiz. Qizil nuqta taqqan bilan 1 million 100 dollar ustiga mininyapti. Nuqtasi yo'q joydan olinglar, maza qilinglar. 6 oydan deysizmi bular, 4 oy, 5 oy? 4 oydan shu 7 oygacha bo'lsa kerak, xudo xolisa. Bular mana do'stlar. Buni privkalari qilindimi, qilinmadimi? Privkalari qilinmadi. Oqsil bo'lmasa ham kerak. Bo'lmadi, bo'lsa shu paytgacha bu bo'lar. Bu bo'larda. Bu qachon kirib keldi? Bu chorshanba kuni. 20 Tindirdingiz. Hozir yeb ichishlariga, yeb ichishlari hammasiga javob. Xudo xolisa, yeb ichishlari zo'r. Hammasi joyida. Lekin boshida etingiz yetmasmi hozir? Hammasini bir joyga 49 boshingizni hammasini bir joyda oldim deganga 21 million so'm ketaveradi. Savdo bormi yo'qmi? Savdosi bor. Savdo bor. Bor. Dastavkadan muammo yo'q. Muammo yo'q, qilib beramiz dastavka. Oxirgi stalbagacha deyishyapti-yu hozir. Bo'ylarini balandligini necha qo'yib beramiz? Shu 1 metrdan 1.15 gacha bo'lsa kerak. Oddiy misol mana shu sarig'ini ko'rsatadigan bo'lsak, o'rtoqlar 23,5 millionga siz yana nima olasiz? Jupiga 47 million bo'lsa kerak. Orqalari to'r burchak qarang deb ko'ziga mo'ltillab turadi savdogar bo'lsa. Do'ron akam o'zlari birinchi qo'l, o'rtada o'rtagash yo'q aka? Yo'q, o'rtagash yo'q. O'zimiz xudo xolisa har doim ishimizni mana sekin boshladik. Salqinlar tushib. Endi bu yog'i to'xtatmaymiz. To'xtamaymiz inshaalloh. Ketidan yana kelayotganlar bor, avlikol keladi xudo xolisa 150 bosh inshaalloh o'zingiz qo'yib berasiz bir. Aka nabodo o'shani tushmasdan turib savdo qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Keturadi. Endi baribir ko'zi bilan ko'rib olgani yaxshi-da. Beramiz. Muammo yo'q, foydalanaman deganlar. Mana shu videodan keyin
O'sha avlikolaringizga sovchi chiqib qolsa, kelganida videolarni tashlab berasizmi shu insonga? Tashlab beraman inshaalloh, xudo xolisa. O'rtoqlar, hozirgi kunda bundan arzon joyini men sizlarga topib bera olmasam kerak, lekin akamizni, o'zimizni, ham tog'amizni, anaqa qadrdoni, ham Doniyor akamizni qadrdonlari. Yolg'on yo'q, savdosi halolli joydan olinglar. Borini aytibdilar. Bir joyga 21 milliondan savdosi bor. Tanlab olishinglarga eng zo'rini 22 million. Mana ikkalasini bir joyga o'rtoqlar 51-52 million deyotganlar qancha. Men bularning ichida yuribman-ku. Birov-birovga kish-kishlab yomonlamayman, lekin narxlar bo'yicha o'zingizlar solishtirib olinglar, lekin mendan so'rasanglar hozirgi kunda mana shu joyni tavsiya beraman. Boshqa joyda buqalar yo'q, ko'rib turibsizlar, hamma to'xtadi, muzladi. Chorvoqda xato qilsangiz o'ngdanmay qoladi. Shuning uchun bexato, behikmat deyiladi bu narsaning nomini. Mana xato qilmasdan 19,5 milliondan olib qo'ysanglar, xudo xolasa 6 oydan keyin 25-26 milliondan ham bermaysizlar-da. Men Mickey Mouse o'zi ham ketaveradimi? Nech pul mo'ljal lazım Mickey Mouse'ni? Endi agar bitta yolg'izlab oladigan bo'lsa, sal bahosi boshqacharoq bo'ladi endi baribir. Misol uchun o'sha boy aytayotganingizni mana 22 million deyapsiz eng qimmatini. shunaqa. Xudo xolisa. Bolalarimiz sog'lom. Lekin haqiqatan bularning ichida onasini ham, xolasini ham yenganlari juda ham ko'p. Korobkalarni ham ko'rsatib qo'ying, korobkalarni qarang. Orqalari qarang. Bo'ylarning balandligini nech qilamiz? 1.5 dan? 1.5 dan 1.15 gacha deylik. Bo'ylarning balandligi? Ha, xudo xolisa shunaqa chiqib qolsa kerak. Mickey Mouse bor, Grenford bor, Smishini Simitali bor. O'rtoqlar. Olgan odam maza qiladi. Sotiladimi, sotilmaydimi? Allohga tavakkal qilib qo'yamiz. Aka, yangi joyga ko'chibsiz. Alloh barakasini bersin deb yaxshi niyatda video chiqargan edik. Bir kishi olib qo'ygan ekanlar. Undan keyin videolarga ko'rilgan akalarimiz qo'ng'iroqlariga javob berdim, uyalib qoldim. Bu gal pasos olib keldim mana Odiljon deb. O'zlari fermani boshida turibdilar. Klientlar kelgan, ko'rishyapti. Do'stlar, juda arzon joy. Haqiqatan ham o'rtalarida o'rtagash yo'q. Bitta yurg'izib bering. Bundan oldingi ikkita 3ta partiyalari savdogarlarga sotgan edilar. Endi nasib qilsa, xudo xolasa inshaalloh qo'ldan chiqarib olmasanglar, mana 21 milliondan bir joyga qo'yib beramiz. Ichida 10 ta 19,5 milliondan yana bitta ozgina qaytarib o'taman. Do'stlar, manzilimiz Toshkent viloyati Zangat tumani Repromdamiz. Mana olgan odam lekin haqiqatan ham maza qiladi. Chunki bundan arzon joy bo'lmasa kerak. Alloh barakasini bersin. Xo'sh, eslatma uchun yana bitta qaytaramiz. 150 bosh bundan keyingi haftaga avlikolarimiz kelyapti. Eslatib o'taman. 99 lik 990 1198 raqami Do'ran akam nomerlari. Yo bo'lmasa 90 lik bilan 188 65 86 raqamlari xizmatingizda bo'ladi. Kelinglar, kam bo'lmaysizlar, o'rtoqlar, mana sizlarga optim arzon joy. Savdogar akalarimizni ham bemalol tavsiya beraman, kelib o'zlari bilan baraka qilib bo'ladi. Qalblariga qo'l solib tirikchilik olsanglar ham bo'ladi. Lekin hozirgi kunda eng arzon optim joy desam bo'ladi. O'rtoqlar, 12 ta viloyatga bemalol solishtirishingiz mumkin. O'zi bugun ko'rgan bo'lsangiz, 2 ta video chiqargan bo'lsam, ikkalasi ham bo'qacha. Qolganlari sigirda yurimiz. Mana. Hozir oling, inshaalloh sizga tekinga tushib ketadi. Mana bunaqa bor, mana qarang. Shunaqalardan 10 ta olsangiz 22 milliondan xudo xolasa zo'llarini terib olsangiz bo'ladi. Ichida 19,5 milliondan 10 dona bor. Telefon ekrani ostida bo'ladi, o'rtoqlar, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bu boshlanishi, bu hali hammasi emas, bu hali holvasi. Kelinglar, qo'limiz ko'ksimizda kutib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar. Filmimiz tugadi.